Assalomu alaykum. Men Ibosov Umidjon Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyo texnologiyasi kafedrasi 22-24 guruh 3-bosqich talabasiman. Bugungi mavzumiz tarkibida metan va etan ko'p bo'lgan gazlarni fraksiyaga ajratish jarayonini tushuntirib o'taman. Xo'p, boshlasak, birinchi kiradigan gaz mahsulotimiz bu yoqdan kiritiladi va sovitiladi. Shunda birinchi demetanizatsiya jarayoniga uchraydi. Ya'ni birinchi kolonnamiz shuni ko'rsatib o'tadi. Ya'ni bu kolonnamiz 21 ta kolonna, klapali kolonnadan, ya'ni tarilkalardan iborat bo'lib turib, bunda gazlarni birinchi o'rinda metanni ajratib olamiz. Ya'ni buni davom etadigan bo'lsak, birinchi yuqoridan 94 gradus atrofida metanimiz sof holda, ya'ni tozalangan metan, ajratilgan fraksiyaga ajratilgan metan chiqadi va sovutilish uchun separatorga jo'natiladi. Bunda qolgan qismda, ya'ni etan, propan, butan va oktangacha bo'lgan qolgan gazlar, ya'ni fraksiyaga ajralmay qolgan gazlar kolonnaning pastki qismida, ya'ni mana shu qismida joylashgan bo'ladi. Bu yerda 44 gradusgacha bo'lgan holatda, saqlangan holatda turadi. Bu qismdagi to'liq aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda qolgan qismi ya'ni ikkinchi kolonnamizga jo'natiladi. Ikkinchi kolonnamiz deetanizatsiya kolonnasi bo'lib turib, o'sha kolonnaga jo'natiladi. Bu kolonnada etanni ajratib olamiz. Bu yoqdan chiqqan metanimiz 95 gradusgacha, ya'ni uzoq 100 gradusgacha sovitiladi. Buni tarkibida 98% metan ajralib chiqadi va 0.16% gacha etan ham qo'shilib chiqib ketadi. Va buni etanni sovutish uchun 101 gradusli etan sovutgichlardan foydalaniladi va separatorda ajratib olinadi va foydalaniladi. Bu separatordan 95 gradusda yuqoridan metan sovitilgan holatda chiqib ketadi. Qolgan qismi esa yana nasos orqali demetanizatsiya kolonnasining birinchi tarilkasiga beriladi. Bu berilgan holatda bundan yana ajralish, ya'ni fraksiya ajralish jarayoni davom etadi. Bu jarayonda yana shu metanimiz ajralib chiqadi va qolgan fraksiya ho'llash uchun jo'natiladi. Yana tozalash uchun jo'natiladi. Ikkinchi kolonnaga o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi kolonnada demetanizatsiyadan qolgan, ya'ni propan, etan, butan va oktangacha bo'lgan qolgan gazlar deetanizatsiya holatida fraksiyalarga ajratiladi. Bu fraksiyada pastki qismda, ya'ni 21-tarilka tarafdan quyib yuboriladi va bu yerda ajralishni boshlaydi, fraksiyalar ajralishni boshlaydi. Bu yerda birinchi o'rinda yuqoridan etan, ya'ni chiqadi, ya'ni toza etan chiqadi va buni separatorga beriladi. Bu separatorda berilgandan so'ng ko'plab sovutiladi. Bu o'zining etan, ya'ni etilen ishlab chiqarish uchun sovutilib maxsus sexlarga jo'natiladi. Pastki qismida qolgan, ya'ni butan va propan gazlari, oktangacha bo'lgan gazlar yana nasos orqali 3-kolonnamizga jo'natiladi. Bu uzluksiz davom etadi va 3-kolonnada keyingi bosqich ketadi. Bundan oldin bu separatorda ajratilgandan so'ng yuqorida etanga qo'shilib, ya'ni propan va butan gazlari ham qo'shilib chiqib ketadi. Ya'ni 0.15% gacha chiqib ketadi. Pastki qismda 0.36% gacha etan tarkibida bo'lishi mumkin. Etanimiz yuqorida sof holatda 0.56% ajralib chiqib ketadi. Yana bu yerda sovitiladi, ya'ni -5 gradusda tepada etan seximizga jo'natiladi. Bundan qolgan aralashmadagi etan yana nasos orqali 2561 kilopascal bosimda va yuqori temperaturada 750 dan 1200 gradusgacha peroz pechiga jo'natiladi va bu yoqdan chiqib kelgan yana qolgan mahsulot separatordan kolonnaning birinchi tarilkasiga beriladi. Yana ho'llash uchun jo'natiladi, yana fraksiya ajratilib, yana etanni ajratib olishimiz mumkin. Keyin 3-kolonnaga o'tadigan bo'lsak, 3-kolonnamizda ikkinchi kolonnamizda, ya'ni deetanizatsiya kolonnasidan qolgan gazlar, butan bilan propan va oktangacha bo'lgan gazlar 3-depropanizatsiya kolonnasida ajralib fraksiyaga ajratamiz. Bu yerda bosim 1249 kilopaskalgacha ketadi, temperatura 39 gradus, pastki qismida esa -122 gradusgacha davom etadi.
Va bunda propanni ajratib olamiz. Bunda propanni ajratib olishda bunda ham xuddi shunday jarayon ketadi. Ya'ni bu yerdan yuqori kolonnaning yuqori qismidan propan ajralib chiqib ketadi va pastki qismida butan bilan qolgan oktan gazlari, oktangacha bo'lgan gazlar qoladi. Bu yerda yuqori qismdan butan propanga qo'shilib C4 va C8 gazlari ham qo'shilib chiqib ketadi. Uncha ya'ni yuqori bo'lmagan holda 0.13% gacha chiqib ketadi yuqoriga qo'shilib, ya'ni propanga qo'shilib. Bunda propanga qo'shilib chiqib ketganda propan ham sovitiladi, ya'ni 39 gradusga o'tiladi va separatorga jo'natiladi. Separatorda 1153 gradusda bosimda bo'ladi. Bu bosimda uning ya'ni -36 gradusga sovitilgan holatda bo'ladi va uni qayta qo'shilib ketgan ya'ni uglerod 4 va uglerod 8 qolganlarini ajratib olish uchun kolonnaning birinchi tarkibasiga jo'natiladi. Va yana shu davom uzluksiz ketadi. Pastda -122 gradus haroratda bo'lgan butan va oktan gazlari, oktangacha bo'lgan gazlar keyingi debutanizatsiya kolonnasiga jo'natiladi. Bu propan depropanizatsiya kolonnasi 52 klapanli tarelka bo'ladi. Shunday qilib oxirgi bosqichimizga yetib kelamiz. Bu yerda debutanizatsiya jarayoni amalga oshadi. Debutanizatsiya jarayoni ham qolgan kolonnalarga o'xshab bir xil tarzda kechadi. Ya'ni bu holatda 3-kolonnamizdan depropanizatsiya kolonnasidan qolgan gazlar debutanizatsiya kolonnasining yuqori qismidan quyib beriladi. Yuqori qismdan quyib beriladi va bunda ham -44 gradusgacha jarayon ketadi. Ya'ni -44 gradusda butanimiz ajralib chiqadi va separatorga jo'natiladi. Separatorda 320 kilopascal bosimda -37 gradusgacha sovitilgan holatda yuqori qismdan sexga jo'natiladi va qolgan tozalash uchun aylanib, ya'ni qolgan qismini tozalash uchun yana kolonnaga jo'natiladi. Kolonnada ketadigan jarayonda bu yoqda ya'ni butan ham ajratib olindi. Bu yoqda oktangacha bo'lgan gazlar qoladi. Ularni ham ajratib olish uchun ya'ni kolonnalar davom etadi va uzluksiz davom etadi. Bunda kolonnamizda +111 gradusgacha jarayon ketadi. Kolonna 36 ta klapanli tarelkadan iborat bo'lganligi uchun unda ko'proq pastda ya'ni oktan gazlari qoladi. Bu shunday qilib debutanizatsiya jarayoni ham tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.